Aka-ukalar, bu akani bir gapini eshitdilar-da. Akamiz kelib qolsalar, to'g'ri o'ting. Kambag'al kelib qoladigan bo'lsa, bor samovarga qaradi. Boy qarisa, boy ota, hojdada, kambag'al qarisa, sassiq chol. Boy akamiz aksasalar, xo'p bo'ling. Kambag'al aksasa, buncha yoqimsiz. Boy akamiz qiynalib qolsalar, qarz so'ramasalar ham beramiz. Lekin kambag'al qiynalib qolsa, so'rasa ham bermaymiz. Boy o'tsa, janozadagi odamni ko'ring. Kambag'al o'tadigan bo'lsa, hammani ish chiqib qoladi. Aka-ukalar, bu odamni gapiga qo'shilaman. To'g'risi men eshitib turib ichlarim shu etdiki, sabab odamlar hozir haqiqatan ham mashinangga, boyligingga, kiyimingga qarab muomala qilsa. Bir joyga boy borib qolib, hazil tomuz gapirib qo'ysa, hamma qo'shilib kuladi. Agar kambag'al gapirgan bo'lsa, bachkanamisan deb turib uni kamsitishadi. Choyxonaga mabodo agar boy kelolmay qolib, ozgincha kuttirib qolsa, hamma kutadi. Kambag'al agar kelolmay qolsa, kelmaydi, bo'ldi. Telefon qil, tugadi.